Onneyini sani. Tinchlikmi aka? Kenayingda ko'rmaysanmi? Muammo qilgan, nolaveradi. Bilmayman nima yetmaydi bunga. Har kuni pul beraman. Uydagilar bilan restoran yuradi. Uni ham pulini men to'layman. Qo'lida oxirgi model iPhone. Teyda mashina. Domda siqilib ketyapman dedi, uchastka olib berdim. Yo, nima yetmaydi bunga tushunmayman men вообще. Mehrchi. Mehr berdingizmi? Aka, mana bu siz aytayotgan narsalar bor-ku, mol dunyo, uchastka, pul, tillalar. Siz o'ylaganchalik ayol kishiga muhim emas. To'g'ri, endi sharoit yaxshi bo'lsa zo'r. Lekin mana qarang, oxirgi marta qachon keling bilan mazza qilib gaplashdingiz? Yokida yur xotin bir yoshlikni eslab muzqaymoq yeymiz dedingizmi? Aka, bilasiz-ku, o'zingiz mashinasi ham yo'q. Xolodilnigim oxirgi marta qachon to'la bo'lganini ham eslamayman. Ba'zi payt kasal bo'lsam, даже doriga ham pulimiz bo'lmaydi. Sizga lekin noladimmi? Ana men shu narsalar menga yetmadi. Chunki men baxtliman. Kuyovingiz menga vaqt ajratadilar. To'g'ri, endi 24/7 men bilan emaslar. Lekin ishdan charchab kelgan bo'lsalar ham, 1 soatgina bo'lsa ham men bilan gaplashadilar. Aka, ayol kishiga mol dunyodan ko'ra mehr, e'tibor muhimroq. Tushundim. Hayding unda.